uchta ulpat rosa aroq ichib maza qilib kayib qo'tirgan ekan. O'rtoqlarini bittasi aytibdi-ki, og'ayni debdi. Shu aroq ham jonga tegib ketdi-da debdi. Bir qimiz ichmaymizmi debdi. Bo'pti deb haligi ikkita og'ayni qimiz topib kelgan, ikkitasi maza qilib qimiz ichayotganimi shu, uchinchisi ichmasdan qarab turganimiz. "O, sen qimiz ichmaysanmi?" desa, "Yo'q, men qimiz ichmayman." "Nimaga ichmaysan? Sababi bormi?" desa, "Sababi bor" debdi. "Qanaqa sababi bor?" desa, "Men bundan bir necha oylar avval ko'chamizga qimiz sotib keladigan bir kampirdan qimiz olib ichdim. Xo'sh, nima bo'libdi? O'shandan keyin qimizga bosh qorong'i bo'lib qoldim. Har kuni sahar kampir qimiz olib keladi, men bir bonka ko'taraman, kechgacha mazza qilib yuraman. Keyin 15 kunlar qimiz ichib, qimizga o'rganib qo'ygandan keyin haligi kampir qimiz olib kelmay qo'ydi. Ko'chaga chiqib qimizni xumor tutib qarab tursam, kampirning nevarasi o'tib ketayotgan ekan. "O, momang nimaga qimiz olib kelmay qo'ydi?" desam, haligi bolakay nima deganini bilasizlarmi debdi. "Nima degan ekan?" desa, "Endi momam qimiz olib kelmaydi, aroq ichavering." "Nimaga qimiz olib kelmaydi?" desa, "Bizning eshagimiz sutdan chiqib ketdi" degan ekanda.